Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bu murojaatimni tayyorlaganimga ancha bo'ldi. Lekin chiqishga jazm qilmasdan turdim. Bugun esa prezidentning davlat xizmatchilari may oyidan boshlab daromad va xarajatlar deklaratsiyasi topshirish to'g'risida qaror loyihasini o'qib, bu murojaatni sizlarga yo'llashni loyiq deb topdim, lozim deb topdim. Bu murojaatning nomini bu boshlanishi emas deb nomlagandim. O'sha kuni internet tarmoqlarida 12 milliard so'm, 132 ta do'kon, 43 ta avtomobil, 37 ta ko'chmas mulk, 14 ta uy egasi bo'lgan shahar hokimining muovini ekanligi va bir odamdan $1 million AQSh dollari pora sifatida olganligi e'lon qilingan. Zam hokimda shunaqa boyliklar bo'lsa, hokim, vazir va boshqa amaldorlarda qancha ekan deb savol ham qo'yilgan. Undan oldin qaysidir hokimning uyida 30 million AQSh dollari topilganligi, prokuror, sud, advokat va korrupsiyada ayblangan vazirliklar ofis deb nomlangan to'daning qing'ir ishlari to'g'risida internet tarmoqlarida ma'lumot berilgan edi. Hurmatli amaldorlar, kapital boylik egalari, barchangiz men qo'lga tushmayman, men porani muovin yoki yordamchi orqali olaman, boyliklarni chet elga chiqarib ketganman yoki qarindoshlarimning nomiga rasmiylashtirib qo'yganman deb o'zingizni o'zingiz ishontirib yuribsiz. Bu qo'lga tushganlar ham xuddi shunday o'ylashgan bo'lsa kerak. Nega pora bilan qo'lga tushib qamalganlarning 500 ga yaqini ozodlikka chiqib yana o'sha mansabga tiklangan? Sababi o'z rahbarini sotmaganligi ekanligini yosh bola ham tushunsa kerak. Korrupsiyaga qarshi kurash nomiga o'tkazilayotgan bo'lsa ham, natijasi internet tarmoqlarida davlat xavfsizlik xizmati bilan birga o'tkazilganlari natija berayotganligi ma'lum qilinmoqda. Akmal Burxonov boshqarayotgan tashkilot ham vazirliklarning korrupsion harakatlari bo'yicha egallagan o'rinlarini ma'lum qilib turibdi. Hali qo'lga tushmagan, boyliklari musodara qilinmagan amaldorlar, bugun sizlar o'z boyliklaringizga bir martalik amnistiya berish to'g'risida qonun qabul qilishga shoshilinglar. Amnistiyani O'zbekiston Respublikasidagi barcha tashkilot, korxona va aholisining kapital boyliklariga bir martalik amnistiya berish to'g'risidagi qonun loyihasini taklif qilmoqchiman. Loyihaning birinchi bandi: 3 oy ichida barcha tashkilot, korxona va aholi o'zlariga taalluqli kapital boyliklar to'g'risida notarial tasdiqlangan 2 nusxada statistika va soliq boshqarmalariga topshirishsin. Ikkinchi bandi: bu ro'yxatga kiritilgan barcha kapital boyliklar ma'lumot beruvchi tashkilot, korxona va aholining shaxsiy yoki xususiy mulki deb tan olinsin. 3. Kapital boylikning kelib chiqishi to'g'risida so'rov o'tkazish va oshkor qilish taqiqlansin. 4. Kapital boylik to'g'risidagi so'rov o'tkazgan va oshkor etgan tashkilot va shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi belgilab o'tilsin. 5. Ma'lumotnomaga kiritilmagan kapital boyliklar chet eldagisi ham davlat tomonidan musodara qilinishi belgilab o'tilsin. 6. Kapital boyliklardan foydalanish orqali topilgan daromadlar daromad va xarajatlar deklaratsiyasida statistika va soliq qo'mitalariga har kvartalda topshirib borishi belgilansin. 7. Daromad keltirmaydigan kapital boyliklar 2 kvartal qatorasiga daromad keltirmasa, davlat mulki sifatida musodara qilinib, ochiq savdo orqali sotuvga chiqarilsin. Bu takliflarga qo'shimcha kiritish yoki o'zgartirish kiritish uchun ommaviy axborot vositalariga muhokamaga chiqarish ham bugungi kun kapital boylik egalarini yanada ko'proq boyishi, xalqni ish joylari bilan ta'minlashi, aholining turmush darajasini yaxshilanishiga xizmat qiladi deb o'ylayman. Bu taklifga norozi bo'lganlar orasida nafaqat kapital boylik egalari, balki aholi vakillari ham bo'lishi aniq. Lekin yaxshilab o'ylab ko'ringlar. O'zbekiston Respublikasi byudjetiga tushmayotgan 2 trillion dollarga yaqin mablag' va amaldorlarning uyida yashirib qo'yilgan mablag' yoki chet elga olib chiqib ketilgan mablag'lar
bu qonun kuchga kirsa, O'zbekiston Respublikasi xalqiga xizmat qila boshlaydi. Chet elga olib chiqib ketish ehtiyoj qolmaydi. Yashirib qo'yilgan pul bu o'lik pul. U qo'shimcha qiymat yaratmaydi. Pul ishlasagina, ya'ni harakatda bo'lsagina foyda keltiradi. Shuning uchun ham banklar kredit berishga harakat qila boshlashdi. Eng asosiysi, bu boylik egalarini qo'lga tushib qolib, bu boyliklardan ajralib qolish kabi qo'rquvdan xalos qiladi. Hurmatli amaldorlar, bu taklifga qonun kuchi berish bugun sizlarning qo'llaringizda, imkoniyatlaringizga. Qo'lga tushib, qamalib, bu boyliklardan ajralib qolganingizdan ko'ra, kapital boyliklaringizga shaxsiy boylik maqomini beruvchi yoki xususiy boylik maqomini beruvchi bu qonunni tezroq qabul qilinglar va dunyoning eng boy insonlari qatorida Forbes jurnalida o'rin olinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.